Assalomu alaykum. Bugun so'z yodlash uchun juda zo'r narsa topib qo'ydim. Buni texnika desak ham bo'ladi. Buning nomi lug'atni boyligini oshirish jadvali. Bunda siz o'rganishga qiynalayotgan yoki o'rganishingiz kerak bo'lgan so'zlarni bemalol mustahkamlab o'rganib olsangiz bo'ladi. Bu yerda 4 ta katak berilgan. Birinchisiga so'zni o'zini yozasiz, ikkinchisiga tarjimasini, uchinchisiga unga o'xshagan so'z yoki uning sinonimi yoki o'zi u nimaligini yozsangiz ham bo'ladi. Uchinchisiga sentence qilib bitta misol yozib qo'ysangiz bo'ladi. O'shanda yana samaraliroq o'rganishingiz mumkin. Bunga misol qilib happy deb yozsak, happy demak xursand. Bunga o'xshash so'zni glad deb oldim men. Glad ya'ni glad ham xursand degani. Bunga o'xshaydi. Sentence'ga, ya'ni misolga I feel happy today deb qo'ysangiz bo'ladi. Today. Bu ayniqsa yangi boshlaganlar uchun juda foydali bo'ladi. Bu narsani daftaringizga chizib olsangiz bo'ladi yoki-da kompyuterda, printerda chiqarsangiz ham bo'ladi. Foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Xayr, sog' bo'linglar.